Mashinasi yaxshi ekan jonim. Ha, olganga yarasha yaxshisini olish kerak edi, jon. Bo'ldi jonim. Bu yoqqa kim qarab oladi? Hozir, Aziz qarab oling. Hop, hozir. Yaxshimisiz? Keling, nima qizim? Kechirasiz. Aka bizga yaxshiroq Arzonroq uголоkingiz bormi? Bor, keling. tushunmadim. San nima qilsan bu yerda? Tushunmadim. Kim bu? Sangitga ajrashgan xotinim Nashib. Ajrashgan bo'lsangiz, nima yo'lda ketdingizdan poylab yuribdi? Sanga yana qancha pul berishim kerak? Mana ko'zimga ko'rinmasligi uchun. Ketizdan poylab yurganim yo'q. Bozorga narsa olgani tushgandim. Bozorga narsa olgan tushgan bo'lsang, boshqa do'kondan qaragan. Jon, asabiyangizni buzmang. Uylangan ayolingizni qarang, xunuvlik ekan. Oka, narxini ish bildiring. So'rayotganingiz 1 million 300. Holi siz 300 ming so'm, xuddi shuni tabloli varianti bor 350 ming so'm. Qaysi birini qilib beray okajon? Oka, bizga o'sha 1 million 300 ming bera qoling. Xo'p bo'ladi. Aziz, bizani do'konda hech narsa sotilmasin. Pulini to'lasa ham sotilmaydimi? Sandaki ayolini, farzandini qadriga yetmaydigan nomard erkaklarga Eko Almar do'konidan hech narsa sotilmaydi.